Gipertoniya, magnitniya burya, bosh og'rig'i. Bu sizga tanish holatmi? Videoda oxirigacha ko'ring va buni sabablarini bilib oling. Gipertoniya kasalligi qon qo'yilib ketishlik hisobida yuzaga keladigan kasallikdir. Gipertoniya kasalligidagi alomatlar bosh og'rishi, umumiy holsizlik, quvvatsizlik, uyqusizlik, lanch bo'lishlik, quloqdagi shovqinlar kuzatiladi. Bizni Xolis klinikamizda ushbu holatga samarali yechim bor. Hijoma, gerodoterapiya, ya'ni uzunlik bilan davolash. Inson organizmida ishlab turgan qonlarni yangilashlik hisobiga, yosh qon ishlab chiqarishlik hisobiga organizmda qon aylanish sistemasi tiklanadi. Yosh qonni transportirovka vazifasini yaxshi bajarib berishlik hisobiga gipertoniya kasalligi bilan shikoyatlanayotgan bemorlarimizda juda samarali yechimlar kuzatilmoqda. Sizlarga hijoma va zudlik bilan davolashni tavsiya etamiz.